Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz JavaScript olamidagi eng kuchli va eng ko'p ishlatiladigan fundamental mavzu, ya'ni array massivlar haqida gaplashamiz. Bu shunchaki dars emas, bu massivlarning ichki qismini tahlil qiladigan katta master class ssenariy bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Tasavvur qiling, sizda bitta quti bor, uning ichiga faqat bitta narsa sig'adi. Bu oddiy o'zgaruvchi, lekin sizga shunday shkaf kerakki, uning har bir tortmasida alohida ma'lumot tursin. Mana shu shkaf array deyiladi. Dasturlashda indeks har doim 0 dan boshlanishini unutmang. Qani endi misollar bilan ishlaymiz, massivlarni yaratishni ko'rib chiqamiz. Har doimgidek o'zgaruvchilardan boshlaymiz. Bu yozganimiz bu massivlarni yaratishni eng to'g'ri va zamonaviy usuli. Endi elementni qanday o'qishni ko'rib chiqamiz. Har doimgidek konsol bilan yozardik. Mevalar va 0. Boya aytib o'tganimdek, massivlarda birinchi 0 dan boshlanib sanaladi. Masalan, olmani 0 desak, 0, 1, 2, 3 shunday ketadi sanash tizimi massivlarda. Tahlil qiladigan bo'lsak, bu yerda konsollik ichida mevalarni ichidagi 0-qismni oldik, ya'ni mevalar nomi shkafning 0-tortmasini ochdik va ichidagini oldik. Endi massivning uzunligini ko'rib chiqamiz. Bu yerga mevalar length deb yozamiz. Bu yerda bu metod massiv ichidagi nechta vagon borligini bizga sanab beradi. Length. Endi elementni yangilashni ko'ramiz. Qanday yangilaymiz? Masalan, mevalar deb yozamiz va bu yerda mevalar ichidagi birinchisini ol deymiz va uni, bu birinchisi bananni bizda, buni anor deb o'zgartirib olamiz. Bu yerda birinchi indeksdagi bananni olib tashladik va o'rniga anorni qo'ydik. Endi Google'da chiqtisini ko'ramiz. Ishlayaptimi, yo'qmi? Konsolga o'tib olamiz. Ko'rganlaringdek bu yerda birinchi 0-chisini olgandik va 0-chi bizda olma keldi. To'g'ri chiqdi va length soni 4 ta va to'g'ri javob berdi bu yerda ham. Endi bu olmani o'zgarganini qayerdan ko'rsak bo'ladi? Anorga, bananni anorga o'zgarganini bu yerda mevalarning birinchi qismini ko'rsatdingiz va ko'rganlaringdek pastdagi kodimiz ishlamadi. Anor to'g'ri qo'yilgan va buni konsolga qo'ymaganmiz. Ko'rganlaringdek anor chiqdi. Yangilangan konsolda. Endi massivning dinamikalarini ko'rib chiqamiz, ya'ni push, pop, shift, unshift kodlarini ko'rib chiqamiz. Bularni o'chirib tashlayapman. Massivlar doimo o'zgarib turadi. Biz unga yangi ma'lumot qo'shamiz yoki keraksizini o'chiramiz. Bu yerda bitta sir bor. Massivning oxiri bilan ishlash boshiga qaraganda ancha tezroq ishlaydi. JavaScript kodlarida uni hozir ko'rib chiqamiz. Misol tarzida. Masalan, cards deb olsak,
Bu yerda push kodini ishlatdik. Ya'ni push kodi oxiriga qo'shish. Va pastda cars push audio yozganmiz. Bu metod massiv oxiriga yangi vagon ulaydi. Boshqa elementlar o'rni o'zgarmaydi. Endi ko'ramiz. Konsolga qo'shishimiz kerak edi. Konsol cars. Ko'rganlaringdek BMW, Tesla va Audi'ni ham bu yerda qo'shib oldik. Endi boshqa kodlarni ham ko'rib chiqamiz. Bundan keyingisi unshift bordi. Ya'ni boshiga qo'shish. Buni ham kod tarzi ishlatib ko'ramiz. Bu yerda tahlil qiladigan bo'lsak, bu metod massiv boshiga element qo'shadi, lekin barcha eski elementlar bir qadam orqaga suriladi. Endi popni ko'rib chiqamiz. Ya'ni pop kodi oxiridan o'chirishni ishlatadi. Masalan, cars birinchi bularni konsolda ko'ramiz. Console cars deb yozgan taqdirimizda ko'rganlaringdek boshiga Mercedes, oxiriga Audi qo'shilgan bu ikkita kod ishda. Endi cars yangi kodimiz popni ko'ramiz. Pop aytganimdek oxirgi elementni 40 tashlaydi bizda. Ko'ramiz, oxirgi elementimiz bizda Audi'di. Audi'ni o'chib ketgan bo'lishi kerak. Ko'rganlaringdek Audi o'chib ketgan. Mercedes, BMW va Tesla qolgan. Endi 4-kodimiz bu shift edi. Shift boshdan o'chirish. Buni ham ko'ramiz. Bizda hozirgi yangilangan boshda Mercedes bordi. Mercedesni o'chib ketishi kerak. Car shift shunday yozdik. Birinchi elementni o'chiradi va hamma bir qadam oldinga suriladi. Hamma mashinalar, ya'ni yozuvlar. Xuddi shuni ham konsolda ko'ramiz. Cars. Ko'rganlaringdek boshdagidek qoldi. BMW va Tesla qoldi. Mercedesimiz, ya'ni boshdagini Car shiftni o'chirib tashladik. Ko'rganlaringdek bu 4 ta kodda ishlash tarzi xuddi shunday ishlaydi. Push oxiriga qo'shardi, unshift boshiga, pop oxirida o'chirib tashlaydi, shift esa boshdan o'chirib tashlaydi. Buni shunday eslab qolsalaring ham bo'ladi. Endi splice va slice'ni ko'rib chiqamiz. Endi massivning o'rtasidan element kesib olishni yoki o'rnini almashtirishni o'rganamiz. Bu metodlar junior dasturchilarni ko'p chalg'itadi, lekin biz hozir hammasini joy-joyiga qo'yamiz. Boshladik misolda. Masalan, numbers deb yozaman. gacha raqam yozdim. Birinchi kodimiz slice bo'ladi. Slice'ni ma'nosi bu nusxa olish. Slice'ni ishlatib ko'ramiz. Let bilan yangi nusxa. Numbers ichidagi slice va 1 bilan 4-chini olsin. Va console yangi nusxa edi. Yangi nusxa o'zgaruvchimiz ismi edi. Bu yerda nima qildik? Bu yerda birinchi indeksdan boshlab 4-indeksgacha 40 bo'ladi. Ya'ni 4-indeks kirmaydi. Asl massiv o'zgarmaydi. Ko'rganlaringdek 20, 30, 40. Ya'ni bu yerdan bu yergacha 40 bo'ldi. Aytib o'tganimdek 4-massiv kiritmadi. Endi splice ko'ramiz. Splice ma'nosi bu o'zgartirish. Xuddi shuni o'zgartirib ko'ramiz endi. Numbers ichidagi splice yozamiz o'zgartirishda. 2 99 va 100 ga o'zgarsin deymiz. Buni qisqa tahlil qilgan bo'lsam, bu ikkinchi indeksdagi boshla 30 dan ikkita element o'chiradi va 30 va 40 ketdi.
va o'rniga 99 va 100 ni qo'shadi. 30 bilan 40 o'rniga 99 bilan 100 ni qo'shadi. Buni konsolga qo'yaylik. Konsolog numbers. Ko'rganlaringdek oxirgi konsolimizda shu qiymat chiqdi, ya'ni 10, 20, 99, 100. Ya'ni 30 bilan 40 o'rniga 99 bilan 100 keldi. Ya'ni ko'rganlaringdek splice bilan biz raqamlarni, massivlar ichidagi raqamlarni o'zgartirsak bo'ladi. Endi murakkab qidiruv, ya'ni index of bilan includes va addni ko'rib chiqamiz. Massiv ichidan biror narsani qanday topamiz? Bizda eskirgan va o'ta zamonaviy usullar bor. Ayniqsa add metodi oxirgi vaqtlarda dasturchilarning eng sevimli quroliga aylandi. JavaScript dasturchilarini buni ham ko'rib chiqamiz. Qanday ishlatiladi misollar bilan. Ismlar degan ochdik massiv. Ismini yozamiz. Bu yerda yangi kodimiz index of ishlatdik. Ya'ni Sardor nechinchi o'rinda ekanini aytadi. Topolmasa -1 qaytaradi bizga. Ko'rganlaringdek Sardor degan ism 0, 1, 2. Ko'rganlaringdek to'g'ri chiqardi. Endi includes kodini ishlatamiz. Bunga xuddi shunday qilib konsollog. Bu kodlar asosan konsolning ichida yoziladi, ishlatiladi. Ismlarni metodidagi includes ko'ramiz. Bu yerdan Yusuf deb yozdim. Endi massivda Yusuf degan ism bormi yoki yo'qligini mantiqan true false qilib aytadi bizga. Ko'rganlaringdek true, ya'ni Yusuf degan ism bor. Masalan, yo'q ismni yozaylikki false qismini ham ko'raylik. Abdu deb yozdim, ko'rganlaringdek false chiqdi. Ya'ni yo'q ismni yo'q beryapti. False beryapti ko'rganlaringdek. Endi uchinchi metodimiz bu add, ya'ni zamonaviy usulni ko'rib chiqamiz. Buni tahlil qiladigan bo'lsak, bu qismni manfiy son bersangiz, massiv oxiridan sanaydi. Juda qulay bo'ladi. Ya'ni juda qulay ko'rinadi. Ko'rganlaringdek -1 qismimizda kim bor edi? Oxiridan sanaydi degandek vali chiqdi. Va ko'rganlaringdek add kodimiz, metodimiz to'g'ri ishladi. Endi flatni birlashtirishni ko'rib chiqamiz. Darsimizda yakunida biz bir-birining ichiga kirib ketgan massivlarni tekstlashni va bir necha massivlarni professional usulda split operatori birlashtirishni ko'ramiz. Endi misolni boshlaymiz. Backend deb yozsak, JS va PHP.
ko'rib turganlaringdek bu yerda 3 ta o'zgaruvchi qildik. Birinchisi backend, frontend va full stack. Va bularga massivlar berib chiqdik. Bu yerda split ishlatamiz va split operatori massivlarni yoyib yuboradi va yangi massivga yig'adi. Qanday bo'lishini ko'rasizlar. Bu yerda tahlil qilgan bo'lsak, flat ishlatdik, ya'ni infinity. Qanchalik chuqur massiv bo'lmasin, hammasini bitta qatorga yig'ib beradi. Xuddi shuni konsolda ko'ramiz. Console log ko'rganlaringdek 1, 2 va 3, 4 bu yerdagilarni yig'ib berdi. Endi chalkashni ko'ramiz. Ko'rganlaringdek chalkash qismimiz bu taraf. Ikkinchi array va xunuk yozilgan. Bu yerda splitni mantig'ini ko'rsalaring bo'ladi. Endi tepadagilarda backend va frontend full stack ko'ramiz console logda. Sizlarga kichkina joyda ikkita misol ishlatdim. Endi oxirida hammasini chiqtisini ko'rib chiqyapmiz. Full stack. Ko'rganlaringdek full stackda bu ikkala tomonni ham bitta qilib yig'ib chiqdi. React, Vue, Node.js, PHP va Python. Va buni qanday yozilishini ko'rib chiqdik biz. Masalan, alohida qolishida frontend ichidagi React va Vue ni yozmadik. Naborot 3 ta nuqta bilan frontend va 3 ta nuqta bilan backend. Ya'ni buni yozilish sxemasi xuddi shunday ishlaydi. Bu toza kod va juda qisqa. Va chiqdimiz xuddi shunday. React, Vue, Node.js va PHP, Python. Do'stlar, bugun biz darsimiz davomida massivlarni poydevorini qurdik. Massiv bu dasturlashning asosi. Agar buni tushunmasangiz, murakkab algoritmani yozish imkonsiz. Hammaga rahmat. Keyingi darsda biz massivlarda aylanib chiquvchi map, filter va reduce metodlarini ko'ramiz. O'rganishni to'xtamang. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.